Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Inshaalloh mana keyingi zakazlarimizni ham bitirib bo'ldik. Rizq Allohdan degani shu ekanda, mana inshaalloh Xudo xohlasa klientimiz tanimaydi, ko'rmagan, netmagan. Samarqanddan turib bizga zakaz qildi. Shu Instagramda kuzatib boryotgandim dedi. Inshaalloh mana ishlarini ko'ngildaqa qilib, juda go'zal, juda chiroyli qilib berdik. 10 dona eshik qilib berdik mana. Dastavkasi hamma yog'i ichida. Mana 10 dona eshik, mana 850 ming so'mdan hamma yog'i ichida mana yetkazib beramiz. Bir qanotlari bor, ikki qanotlari bor. Ishlarimizga keladigan bo'lsa, juda baquvvat, garantiya beramiz. Oynalari germetikda kiylangan. Korobkalarini ham biznikini hali adashtirib bermaylar. Korobkalar hali bozornikidan ko'ra mana bizniki qalin, mana 5lik. Bemalol Xudo xolasa mana hali yukka dirank emas, ko'pchilik aytadi, og'irligi og'ir. Eshiklarimiz zamonlari, rezinkalari Xudo xolasa mana garantiya beramiz. Zamonlar ham arzon zamon emas, qimmat zamon. Mana klientimiz o'zi shuni tanladi, shunaqa zamon qo'yib bering dedi, qo'yib berdik. Kimga qanaqa xizmat bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar. Vodiy bo'ylab olib borib o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga yetkazib beramiz. Bu Samarqandga, Qoraqalpoqqa ham qilganmiz. Surxondaryo, Jizzaxni inshaalloh Xudosi yetkazib beramiz. Vodiy bo'ylab o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. Videomizda yangi bo'lganlar podpiska bosib qo'yishni unutmanglar. Rossiyadagi do'stlaringizga ham jo'natib bering. Bizda Max bor, Rossiyada Telegramlar уже ishlamay qo'ygan. Maxdan bemalol aloqaga chiqsa bo'ladi. Oldindan rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosmaganlar like bosishni unutmanglar.